Assalomu alaykum azizlar. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi zapravkamiz rekonstruksiya ishlari va pojarniy rezervuarimiz ishlari davom etyapti. Betonni tugab, suvoq ishlarini tugatganmiz. Endi mana izolyatsiya ishlarini qilyapmiz. Izolyatsiya ishlarini boshladik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarimizga murojaat qilaverasizlar. Nasib qilsa, hali bu tomonda ham, orqa tomonda mana bunaqa yo'mkislar turadigan rezervuarlarimiz qilinyapti. Mana shu rezervuarimiz ichiga bu benzin solyarkaniki propan ikkita yonma-yon qo'yiladigan shunaqa bochkalardan qo'yiladi. Proyektimizda o'sha atrofiga polniy qalinligini 30 cm dan beton berilgan. Maqsad utichka bo'lgan paytida ham tashqariga gaz sizib chiqmasligi uchun yerning ichiga joylab, mana bunaqa yo'mkisimizni qo'yib, ustini polniy qum bilan bekitiladi. Qumga ko'miladi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol shu nomerlarimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlarimiz davom etyapti.